Agar sizga bir paytlar 51 ming, 52 ming sotilgan mashinani teng yarmiga tushirib qo'ysak, bosaverarmidingiz? BYD ham 3-9 sekundda 100 km tezlikka erishadi. Hozirgi chiqayotgan BYD Hallidan farqi bu 550 km yuradi. Hozirgi chiqayotganlari 505 km yuradi. Akalar, inomarka Namanganda BYD ham 2021-yil 29 ming probegida. Pamять sidinalar bor, ko'ryapsiz. Srazi o'rindiqlar harakatga keldi. Multimedia tizimlari, cruise control, climate control, multimedia rollar, BYD ham bilasizlar, Xitoyga o'sha biznes klassdagi mashinalar hisoblanadi. 2020-yildan boshlab ishlab chiqarilgan. Bu mashinamiz 2021-yil eng full komplektatsiyadagi mashina, panorama tomlargacha bor, qora matviy alkantaralardan tikib qo'yilgan, juda ham chiroyli mashina. O'rindiqlar to'la elektropaket, isitish, sovutish tizimlari. Akalar, buni narxini aytdim-ku, eng boshida ham teng yarmiga tushirib qo'yganmiz. Dastlab sotilgan narxdan 26700 ga BYD Hanni inomarka Namanganda olib bosib olsangiz bo'laveradi. Kraskalar top-toza, bemalol xohlagan ustingizga borib tekshirib olavering. Bunaqa arzon narxdagi BYD Hallini o'tkazib olmaslik uchun inomarka Namanganga a'zo bo'lib, like bosib, repost qilib, BYD Han qidirgan do'stlaringizga videoni jo'natib qo'ying.